Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynamsız diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitayğa qaratılğan xalqaralıq embargo gücünü göstərməkdə. Xitay rejimi Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik siyosati, jumladan Uyg'urlarni keng ko'lamlik majburiy emgakka selish jinoyati sababli bir qism iqtisodiy embargo tadbiriga uchragan bo'lib, navbatda Xitoyga qaratilgan jazolar kuchini ko'rsatgan. Xitoy tortgan ziyonlarning o'rnini to'liqlash uchun atalmish ikkini yangilash tadbirini majburiy yo'l qo'ygan. Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat axborot ishxonasi ochgan 2025 yillik savdo sohasidagi iste'mol buyumlarining ko'nisini yangisiga almashtirish siyosatidan xabarlantirish yig'inida 2025 yili Xitoy rejimining Sharq Turkistonda atalmish ikkini yangilash, ya'ni uskunlarni keng ko'lamda yangilash va iste'mol buyumlarining ko'nisini yangisiga almashtirish siyosatini majburiy yo'lga qo'yish doirasini kengaytirganligi ma'lum bo'lgan. Xabarda yezi egilik mashinalarini yangilash davomida paxta yig'ish mashinasi, yangi energiyalik shahar ommaviy avtobusi ham energiya batareyasini yangilash qatorliqlarga beriladigan yordam pul o'lchimini o'stiradiganligi, shuning bilan birga shirkat korxonalarining shartga uyg'un keladigan uskunlarini yangilashiga aloqador banklar markaz moliyasidan 1,5% point yordam o'simi beradiganligi va favqulodda uzoq muddatlik alohida zoyum mablag'i o'rinlashtirib, uskuni yangilashdagi mablag' yurishtirish tannarxining yanada tuvallitiladiganligi da'vo qilingan. Xabarda yana atalmish madad berish doirasi jihatda bu yil ikkini yangilash siyosatini yanada kengaytirganligi, uskunalarni yangilash jihatda sanoat, energiyaga ishlatadigan uskunlar, elektr energiyasi, qatnash transport, ashyo oboroti, muhit ul aslahalari, ma'arif, madaniyat, sayohat, davolash qatorliq sohalardan sirt yana elektronlik uchirib bexatar ishlab chiqarish, yezi egiligi qatorliq sohalarga kengaytirilganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Amerika qatorliq bir qism davlatlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgak sababli Xitoyning bir qism shirkat organlarini jazolaganligini, nurg'un Xitoy shirkatlari embargo sababli vayron bo'lganligini, Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlarning besilib qolish ahvolining Xitoyga qattiq besim bo'lganligini, buningga pisand qilmasdan planli holda Sharq Turkistonning har qaysi joylariga Xitoy shirkatlarini ko'plab kirgizganligini va atalmish ishga o'rinlashtirish nomida yerlik xalqni har xil bahonalar bilan majburiy emgakka selishni davomlashtirayotganligini, majburiy emgak ko'lamining davomli zo'rayotganligini, shundaqla Xitoy shirkatlarining majburiy emgak mahsulotlarini xalqqa zo'rlab setayotganligini bildirishmoqda. Zo'r tirishchanliklar natijasida Tailand Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish qarorini to'xtatdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining muavin raisi Nurmuhammad Turkistani va bosh kotib Abdurashid Amin Haji Tailandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urni qutqizish uchun 27 yanvardan boshlab Tailandda faoliyat boshlagan bo'lib, bu jarayonda Tailand Shayxul Islomi Arun Bonjon bilan ko'rishgan. Hay'at ko'rishishda butkul Sharq Turkiston xalqining talablarini va Tailand musulmonlarining uzun yillardan buyon Tailanddagi 48 Uyg'urga qilgan yordamlariga minnatdorligini bildirgan. Hay'at Shayxul Islomga 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishning xatarlik ekanligini, buning 2015 yildagi fojianing takrorlanishi bo'lib qoladiganligini, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini ta'kidlagan hamda dunyo musulmonlarining bu jihatdagi mas'uliyatlarini eskartgan. Tashkilotlar birligi hay'ati Tailand ziyorati jarayonida yana Tailand davlatlik inson haqlari komiteti a'zosi Dr. Suchart bilan ko'rishib, 48 Uyg'ur masalasi haqida suhbatlashgan va ularning 3-bir davlatga yo'tkilishi, Tailandda turish jarayonida barliq insoniy huquqlardan bahramand bo'la olishi to'g'risidagi talablarni o'ttirg'a qo'ygan hamda bu haqdagi hamkorlik yo'llarini muzokara qilgan. Yana bir tarafdan Turkiyadagi eng chong insoniy yordam tashkilotlaridan biri bo'lgan IXX vaqfisi hay'ati Tailand hukumatining munosabatlik doiralari bilan suhbatlashib, 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarilish qarorining to'xtatilganligi haqida kafolatga erishgan bo'lib, mazkur hay'atning raisi Abdullah Altay X hisobida uchur ham baharlab, Tailand doiralari bilan ko'rishishlar natijasida Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmaydiganligi haqida kafolat berilganligini, bu munosabat bilan Tailand hukumatiga tashakkur aytadiganligini va Tailandning aloqador ministerliklari bilan bo'lgan aloqalarni va berilgan kafolatlarni davomli ko'zlaydiganligini ta'kidlagan.
Ma'lum bo'lishicha, 48 Uyg'ur 10 yanvardan boshlab ochliq e'lon qilib norozilik bildirgan bo'lib, ular haqida chiqarilgan Xitoyga topshirmaslik qarori va vaziyatning yaxshilanishi sababli mazkur Uyg'urlar 18 kun davomlashgan ochliq e'lon qilishni oxirlashtirgan. IHH vakili Abdulla Altay yana Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish qarori bekor qilingandan keyin Tailand Shayxul Islomiy Aron Bonchon bilan ko'rishgan bo'lib, Altay ularning IHH insoniy yordam vaqfisi rayonga avatgan insoniy yordamlarni Shayxul Islom ishxonasi bilan moslashib yetkazish to'g'risida kelishim hosil qilganligini bildirgan. Xitoy Chag'anning tunji kunini o't ofati bilan kutib oldi. Xitoyning Nanning shahridagi Chag'anliq o'yin ko'rsatish maydonida zo'r o't ofati yuz bergan. Vanyi torining 29 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Nanning shahridagi bir o'yin ko'rsatish maydonining kechilik manzara temaga tuyuqsiz o't ketgan bo'lib, o'tning sababi tekshirilmoqda ekan. Bu vaqa Xitoylarning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, munosabatli tarmoqlar umumyuzlik tekshirish boshlaganligini bildirgan. Nanning shahri Guangxi avtonom rayonining markazi bo'lib, guvohchilarning aytishicha, shu oqshimi maydonga odamlar liq to'lgan ekan. Nurg'un kishilar chag'anliq manzara va chiroqlarni tomosha qilayotganda tuyuqsiz bir yolqin paydo bo'lib, ko'rurmanlarning diqqatini tortgan. Orqadan voqea yuz bergan joydagi kishilar tarqoqlashtirilgan. Xabarda o't o'chirish atridi kelib, yarim soat ichida o't butunlay o'chirilganligi, voqea yuz bergan joyning tezlikda kontrol qilinganligi, o't atrofdagi boshqa aslahalarga tarqalmaganligi, ig'ir ziyon yoki o'lim yetim ko'rilmaganligi bildirilgan. Xitoyning aloqador tarmoqlari bu haqda yolg'on uchurlarni tarqatmaslik haqida uqtirish tarqatgan bo'lsa-mu, ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlar buning odatdagi bir o't ofati emasligini oshkorlagan bo'lib, o't ulg'uyib ko'kka ko'tarilganligi, odamlarning bir-birini ittirishib qechayotganligi, o't sababli orqa-orqadan portlash yuz berganligi ko'rsatilgan. Xitoyning sun'iy aql supisi Uyg'ur haqida ma'lumot berishni rad qilgan. Xitoy e'lon qilgan sun'iy aql supisi DeepSeek'ning Sharq Turkiston masalasi, Tiananmen qatliami, Tayvan masalasi qatorliq temalardagi uchurlarni suzib etadiganligi oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining 29 yanvar xabar qilishicha, Xitoyning sun'iy aql supisi DeepSeek bir necha kundan beri Krimni jilg'isi va pay bozorida cho'ng tavrinish paydo qilgan bo'lib, mazkur sun'iy aqlda Xitoy rejimi so'zlashdan o'zini qochiradigan nurg'unlagan sezgur so'zlar cheklangan. Ba'zi hukumatga tabe bo'lmagan tashkilot va g'arb mutaxassislarining aytishicha, Xitoyning bu programmasi bir qism sezgur temalarga nisbatan butunlay sukut qilmay javob bergan bo'lsa-mu, ammo Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot berishdan o'zini qochirgan. Bu masalaga javob bergan DeepSeek dastlabda inson haqlari tashkilotlari tafsiliy bayon qilgan xalqaro jamiyatning Xitoyni ayblashiga aloqador ma'lumotlarni, jumladan majburiy emgakdan tortib keng ko'lamli tutqun qilish va ming uyushqichi bo'lgan jinoyatlarni aynan ko'rsatgan. Biroq bir necha sekunddan keyin bu javobni qaytarib olgan. Uning o'rniga oddiyla bu masala mening navbatdagi mashg'ulot doiramdan halqidi deb javobini o'zgartgan va boshqa narsalar to'g'risida paranglashayli deb temadan o'zini qochirgan. DeepSeek yana murakkab so'z va sezgur masalalar, jumladan Tayvan, Hong Kong qatorliq masalalarni so'zlashdan o'zini qochirgan bo'lib, Tayvan bilan Xitoy Kompartiyasi birlasha olamdi degan savolga Xitoy diplomatiya amaldorlari doim takrorlaydigan Tayvan Xitoyning ayrilmas bir qismi. Beijing Tayvanni Xitoyning kontrolligiga qaytarish ulug' ishiga bel bog'lagan. Tayvanning mustaqillik tirishchanligi cho'qim mag'lub bo'ladi degan javobni bergan. Xitoy shirkati DeepSeek Xitoyning boshqa aptitallari va tor supilariga o'xshashla qattiq nazorat belgilamalariga bo'ysundigan qilib loyihalangan. DeepSeekning bu qiyin masalalarga bergan javobi Xitoy texnika magnati Baidu yasab chiqqan Ernay paranglashish robotining javobi bilan o'xshash bo'lib chiqqan. Bu robot ba'zi temalar haqida Xitoy rejimi ruxsat qilgan javoblarni beradi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, DeepSeek aniq qilib, mening programmam Xitoy Kompartiyasining rasmiy maydoniga mos keladigan uchur va javoblar bilan ta'minlaydi degan. Trumpning Suriyadagi Amerika askarlarini chekindirish o'yi borligi ilgari surildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Suriyadagi Amerika askarlarini chekindirish niyati borligi ilgari surilgan bo'lib,
İsrailiya davlat televiziyasi Kan Aqsaraydan ismi oshkorlanmagan oliy amaldorlarning Suriyadagi Amerika askarlarining ahvoli to'g'risida Tel Avivga uchur yo'llaganligini xabar qilgan. Amerika prezidentining Suriyadagi askarlarni chekindirish ehtimolligi Isroiliyada andisha paydo qilgan bo'lib, Amerika askarlarining chekindirilishining Suriyadagi bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK, YPGga ta'sir ko'rsatadiganligiga ishorat qilingan. İsrailiya rejimi mazkur xabarda ilgari surilgan masalalar to'g'risida hozirgacha hech qanday ifoda bildirmagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.